Bu video ssenariysi 7 yil oldin yozila boshlangan. Ya'ni 2018-yil 13-iyun. Aynan mana shu kundan boshlab men o'z yo'limni yaratishni boshlaganman. Yoshligimda o'zimni topishga juda ham ko'p qiynalganman. Katta bo'lsang kim bo'lasan degan savolga har safar har xil javob berardim. Chunki meni tanlovim bo'lmagan. Lekin menga ota-onam har doim o'qish muhimligini, kelajakda hech qanday qiyinchiliklarsiz hayot kechirish kerakligini juda ko'p ta'kidlashgan. Katta hayotga qadam qo'yish menda 1-sinfligimdayoq boshlangan. Bu jarayonda onam meni o'zimni qo'limga pul va ro'yxat bilan bozorga jo'natishar edi. Bir safar shakarni, bir safar sabzini to'kib qoldirib kelib, vaqtlar davomida uyimiz uchun to'liq bozorlikni o'zim qilishni boshladim. Ana o'shanda onam menga oila mas'uliyati va oila erkagi tushunchasini bera olganlar. Bu jarayon men uchun qanchalik muhimligini esa keyin tushunib yetganman. Maktab, kollejni Toshkentda tamomladim va shu yerdagi muhit meni ushbu yo'ldan yurishimga undagan. Sinfdosh, kursdoshlarimning eng so'nggi rusumdagi telefonni ishlatib, internetda aktiv bo'lganligi sababli men ham internet shaydosiga aylandim. Masalan, birinchi Telegram degan programma borligini sinfdoshlarimdan eshitganman. 2014-yil adashmasam yanvar oylari edi. O'sha vaqtlarda WhatsApp, Odnoklassniki modada bo'lgan. Tarmoqlarda aktiv bo'lganmiz. Shu bilan Telegramda 2016-yil kanal ochib yurgizish tizimi ishga tushirilgan. Kollejdagi kursdoshlarimdan biri shu sohaga yaqinroq odamlar bilan ishlar edi va menga Telegram kanal yurgizish, pul topish yo'llarini aytib berar edi. 2017-yil universitetga kira olmadim va Gulistonga qaytdim. Bekorchilik meni yana komfort zonasiga tushirib qo'ydi. O'sha vaqtda kartadan kartaga pul o'tkazish bo'lmas edi. Menga bitta uzoqroqda yashaydigan tanishim qarzini bermoqchi bo'lib, faqat paynet qilib berishini aytgan va o'sha vaqtda 300 ming so'mni paynet qilib bergandi. U pulni yechib olish imkoniyati bo'lmagan va internet ishqibozi bo'lganim sababli bu pulga 128 gigabayt sotib olganman. Uni pulga aylantirishni xohlab esa internetdan pul topishning yagona yo'li deb Telegramda kanal ochib yuritish ko'z oldimga kelgan. Yosh bo'lganim sabablimi bilmadim, yangitdan kanal yurgizishni xohlamaganman. Tezroq pul topaman degan fikr bilan kanal sotib olganman. Uni bahosi $1000 bo'lgan. Menda so'nggi rusumdagi telefon va yana ustiga $50 berib kanalni xarid qilganman. Yana atrofimdagi o'rtoqlarim meni bu ishimdan rosa kulishgan edi. Chunki psixolog Matluba opamiz aytganlaridek, muvaffaqiyat yo'lida do'st bo'lmaydi. Nimadirga erishilgandan keyin esa sizga ishonuvchilar ko'payadi. Shu zaylda 60 ming kishilik kanalni yurgizishni boshladim. Tajribasizligim sababli u auditoriya 42 mingta bo'lib qoldi va arzon narxga sotishimga majbur bo'ldim. Lekin men u jarayonda katta tajriba oldim. YouTubedan kanal yurgizish texnikalarini o'rgandim va gulistonliklar kanalini yaratdim. Menda bu ishga bo'lgan motivatsiya juda tez tushib ketgan. Lekin bir voqea sabab kanalni muntazam yurgizishni boshlaganman. U ham bo'lsa Gulistondagi baxtsiz hodisani yoritganimizdan keyin boshlangan. Odamlar juda tez ko'paygan va 700 ta obunachi bo'lgan vaqtda, taxminan 2018-yil noyabr oylari birinchi reklamani qabul qilganmiz. Birinchi reklamamiz narxi esa atiga 10 ming so'm edi. Bu pulni olganimda menda qanaqa taassurot bo'lganligini hech qachon ta'riflab bera olmayman. Mahalliy yangiliklarni topishda qiynalar edim. Ba'zi voqealarga o'zim borib foto, videolar qilar edim. O'zim uzoqroqda bo'lgan vaqtimda esa onam menga bu ishda yordamlashar edilar. Lekin har kuni bir qadam oldinga tashlar edik. 2019-yilda reklama beruvchilar bizga ishonishni boshladilar. O'sha vaqtda eng ko'p reklama joylashtirgan kompaniyamiz bu Dantes Construction. 2020-yil karantin davrida esa kanal hayotimizdagi asosiy axborot manbaiga aylandi. Bir kunda eng ko'pi bilan 33 ta reklamani joylagan edik. 2022-yilga kelib minglab sirdaryoliklar va gulistonliklar biz bilan bo'ldi. Biz hozirgacha juda ko'p tadbirkorlar bilan hamkorlik qildik. Asosan men reklama berilganda emas, tadbirkorlar ikkinchi yoki uchinchi marta reklamani joylashtirayotgan vaqtlarida o'z ishimdan maza qilardim. Hozirgi kunga kelib esa yillik kelishuvlar qilganmiz. Kamida 4-5 yildan buyon reklamani to'xtatmayotgan kompaniyalar bilan birga ish olib boramiz. Endilikda Gulistonliklar kanali shunchaki oddiy kanal emas, bu bir harakat bo'ldi. Bugun bizning auditoriyamiz faolligi, madaniyati va birlik ruhiyati bilan ajralib turadi. Eng muhimi esa siz biz bilan ekanligingiz. Oldinda yanada yirik rejalar, yangi loyihalar va siz bilan birga yaratiladigan katta tarix bor. 7 yillik tarix bu bizning tarix. Gulistonliklar bu har birimiz. 7 yillik yo'limizda bizni qo'llab-quvvatlagan har bir insonga rahmat. Endi esa 8-yil sari olg'a. Bo'ladimi? Ketdik endi.